Agar sizning nomingizda kvartira bo'lsa yoki ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz nomida uy-joy rasmiylashtirilgan bo'lsa, bu video sizga bevosita tegishli. Men bugun juda muhim masalani tushuntiraman. Kvartiraga egalik qilish faqat kadastr bor, demak hammasi joyda degani emas. Hozirgi tartiblar, tekshiruvlar, kommunal qarzlar, meros, propiska, ijara, soliq va hujjatlar bo'yicha e'tiborsizlik odamni kutilmagan muammoga olib kirishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men ko'p odamlar bilmaydigan nozik joylarni oddiy tilda aytib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar bir kun kelib pulingizni, vaqtingizni va asabingizni saqlab qoladi. Avvallari ko'pchilik kvartira masalasiga juda sodda qarardi. Uy sotib olindi, notariusdan shartnoma qilindi, kadastr hujjati olindi, kommunal to'lovlar egasining nomiga o'tkazildi, bo'ldi deb hisoblanardi. Odamlar ko'pincha kvartira meniki, xohlasam yashayman, xohlasam ijaraga beraman, xohlasam sotaman deb o'ylardi. Ammo amalda uy-joy bilan bog'liq munosabatlar ancha murakkablashgan. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, majburiy badallar, soliq, ijara shartnomasi, propiskada turgan shaxslar, oilaviy mulk masalasi, merosxo'rlar, sud taqiqi, bank garovi, aliment yoki ijro qarzlari kabi omillar kvartirangiz taqdiriga ta'sir qilishi mumkin. Hozir eng katta o'zgarish shundaki, ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda bog'lanib bormoqda. Kadastr, soliq, notarius, kommunal xizmatlar, ijro organlari, banklar va davlat xizmatlari tizimlari avvalgiga qaraganda ko'proq ma'lumot almashadi. Bu yaxshi tomoni bilan firibgarlikni kamaytiradi, mulk huquqini himoya qiladi, qarzdorliklarni ko'rsatadi. Lekin yomon tomoni shundaki, ilgari hech kim bilmaydi deb yurilgan muammo endi bitim vaqtida kredit olishda, kvartirani sotishda yoki meros rasmiylashtirishda birdan chiqib qoladi. Masalan, odam 2010-yilda kvartira sotib olgan. Lekin kadastrda eski egasining ayrim ma'lumotlari qolgan yoki kommunal xizmatlarda shaxsiy hisob raqami to'liq o'tkazilmagan yoki uyda sobiq turmush o'rtoq propiskada qolib ketgan yoki kvartira nikoh davrida olingan bo'lsa-da, faqat er yoki xotin nomiga rasmiylashtirilgan. Bunday holatlar yillar davomida bilinmasligi mumkin, ammo sotmoqchi bo'lganingizda yoki nizoli vaziyat chiqqanda muammo boshlanadi. Men birinchi navbatda kimlar xavotir olishi kerakligini aniq aytaman. Agar siz kvartirani sotib olgan bo'lsangiz, hujjatlarni bir marta ham tekshirtirmagan bo'lsangiz, albatta e'tibor bering. Agar kvartira meros orqali qolgan bo'lsa, yanada ehtiyot bo'ling. Agar uyda siz yashamaydigan, lekin propiskada turgan odamlar bo'lsa, bu ham alohida masala. Agar kvartirani ijaraga berayotgan bo'lsangiz, og'zaki kelishuv bilan yurish xavfli. Agar kommunal to'lovlarni keyin to'layman deb yig'ib qo'ygan bo'lsangiz, bu ham ertaga katta muammoga aylanishi mumkin. Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling. Siz 2 xonali kvartirani $25,000 sotib oldingiz. Notariusda oldi-sotdi shartnomasi qilindi. Siz xursandsiz, lekin bir yil o'tib bildingizki, kvartirada oldingi egasining voyaga yetgan o'g'li propiskada qolgan. U chet elda bo'lgan, oldi-sotdi paytida bunga uncha e'tibor berilmagan. Endi siz kvartirani sotmoqchisiz, xaridor esa propiskada begona odam turganini ko'rib, narxni $3,000 yoki $5,000 ga tushirishni talab qiladi. Eng yomoni, o'sha odamni ro'yxatdan chiqarish uchun uning roziligi yoki qonuniy tartib kerak bo'ladi. Bu esa vaqt, asab va xarajat. Yana bir misol. Er xotin nikohda paytida kvartira sotib oladi. Hujjat faqat erining nomiga rasmiylashtiriladi. Oradan 7 yil o'tib ular ajrashadi. Er kvartira meniki, hujjatda faqat mening ismim bor deb o'ylaydi, lekin nikoh davrida olingan mol-mulk ko'pincha umumiy mulk sifatida ko'riladi. Demak, xotin o'z ulushini talab qilishi mumkin. Agar er bu kvartirani sotishga harakat qilsa, keyinchalik bitim sudda nizoga aylanishi ehtimoli bor. Shuning uchun men doim aytaman, hujjatda kimning ismi yozilgani muhim, lekin mulk qanday mablag'ga, qaysi davrda va qanday huquqiy holatda olingani undan ham muhim. 3-misol meros masalasi. Ota vafot etdi. Uning nomida kvartira bor. Bir farzand shu kvartirada yashab kelgan. Kommunal to'lovlarni ham u to'lagan. U men qaradim, men yashadim, demak uy meniki deb o'ylaydi. Lekin qonuniy merosxo'rlar bir nechta bo'lishi mumkin. Turmush o'rtog'i, farzandlar, ayrim holatlarda ota-onasi. Agar meros belgilangan muddatda rasmiylashtirilmasa, keyin bir qarindosh chiqib kelib ulush talab qilishi mumkin. Odamlar ko'pincha o'zaro gaplashib qo'yadi, ammo yozma va notarial tartibda hal qilmaydi.
Natijada 10 yil tinch yashagan kvartira birdan sud ishi bo'lib qoladi. 4-misol ijara. Siz kvartirani oyga $100 ijaraga berdingiz. Ijarachi yaxshi ko'rindi, pasport nusxasini oldingiz, og'zaki kelishdingiz. 6 oy o'tib u to'lovni kechiktira boshladi. Kommunal qarz 2 million so'mga chiqdi, mebellar shikastlandi. Siz chiqib ket desangiz, u pulim yo'q, keyin beraman deydi. Agar yozma shartnoma bo'lmasa, unda ijara muddati, to'lov kuni, kommunal xarajatlar, depozit, mulkka zarar yetkazsa javobgarlik chiqarish tartibi aniq belgilanmagan bo'ladi. Shunda sizning haqligingizni isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun ijara shartnomasi faqat soliq uchun emas. Eng avvalo sizning mulkingizni himoya qilish uchun kerak. 5-misol kommunal qarz. Ayrimlar kvartira milki qarz bo'lsam keyin to'layman deydi. Lekin qarz yig'ilib boradi. Masalan, elektrdan 2 million so'm, gazdan 900 ming so'm, issiqlikdan 1 million so'm, shirkat yoki boshqaruv tashkilotidan 2 million so'm qarz paydo bo'lsa, jami 5-6 million so'mlik muammo yuzaga keladi. Keyin siz kvartirani sotmoqchi bo'lasiz. Xaridor qarzni ko'rib, yo sotib olishdan voz kechadi, yo narxni pasaytiradi, yo notarius oldidan barcha qarz yopilishini talab qiladi. Ba'zan qarz eski egadan qolgan bo'ladi. Lekin vaqtida tekshirmaganingiz uchun u bilan tortishish sizga qoladi. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkinligini ham aytaman. Agar sizning kvartirangiz bo'yicha kadastr hujjatlari toza bo'lsa, mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, kommunal hisoblar egasi to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, propiskada faqat haqiqatan yashaydigan va siz biladigan shaxslar bo'lsa, ijara bo'lsa shartnoma bilan yuritilsa, soliq va to'lovlar vaqtida bajarilsa, unda sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir yiliga kamida bir marta hujjatlarni va qarzdorlikni tekshirib turish kerak. Chunki muammo ko'pincha katta xatodan emas, kichik e'tiborsizlikdan boshlanadi. Endi eng nozik istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan tuzoqlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, kadastr bor, demak hech qanday muammo yo'q degan fikr. Kadastr mulk huquqini tasdiqlovchi muhim hujjat. Lekin u sizni barcha nizolardan avtomatik himoya qilmaydi. Agar bitim vaqtida kimningdir huquqi buzilgan bo'lsa, masalan, xotinning roziligi olinmagan bo'lsa, merosxo'r chetda qolgan bo'lsa, sud qarori yoki taqiq bo'lgan bo'lsa, keyinchalik nizo chiqishi mumkin. Shuning uchun kvartira sotib olayotganda faqat kadastrga emas, butun huquqiy tarixga qarash kerak. Ikkinchi tuzoq, propiska va mulk huquqini aralashtirish. Men ko'p odamlar orasida shuni ko'raman. Kimdir men shu uyda propiskadaman, demak ulushim bor deydi. Aslida propiska o'sha joyda ro'yxatda turishni bildiradi, mulkdorlikni avtomatik bermaydi. Lekin bu propiskadagi odamni istagan pay chiqarib yuboraman degani ham emas. Ayniqsa, voyaga yetmagan bolalar, oilaviy nizolar, sobiq turmush o'rtoqlar, vaqtincha chet elda yurgan shaxslar masalasida ehtiyot bo'lish kerak. Ro'yxatdan chiqarishning o'z tartibi bor. 3-tuzoq, noqonuniy qayta qurish. Ko'pchilik balkon qo'shadi, devorni buzadi, oshxonani boshqa joyga ko'chiradi, 2 xonani birlashtiradi. Hamma shunday qilgan deb o'ylaydi. Lekin kvartirani sotishda, bank kreditiga garovga qo'yishda, texnik inventarizatsiyada yoki qo'shnilar shikoyat qilganda bu muammo bo'lishi mumkin. Agar yuk ko'taruvchi devor buzilgan bo'lsa, bu nafaqat hujjat muammosi, balki butun bino xavfsizligiga ta'sir qiladi. Bunday o'zgartirishlarni qonuniylashtirish mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan holatlar bor. Shuning uchun ta'mirdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashish zarur. 4-tuzoq, qarindoshlar o'rtasidagi ishonch. Masalan, aka ukasining nomiga kvartira rasmiylashtiradi. Chunki o'zi kreditda yoki boshqa sabab bor. Yoki ota, hozircha katta farzandim nomiga yozib turaman, keyin hammaga teng bo'laman deydi. Hamma yaxshi niyatda bo'ladi. Lekin vaqt o'tadi, munosabatlar o'zgaradi. Kimdir vafot etadi, kimdir ajrashadi, kimdir qarzga o'tadi. Hujjat kimning nomida bo'lsa, tashqi dunyo uchun egasi o'sha hisoblanadi. Og'zaki kelishuvlar sudda har doim ham yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun mulk masalasida uyat bo'ladi deb yurish eng qimmat xatolardan biri. 5-tuzoq, kvartirani arzon narxda sotish yoki sotib olish. Agar bozorda $7,000 kvartira hujjatda juda past narxda ko'rsatilsa, taraflar soliq kam bo'ladi yoki rasmiy xarajat kamayadi deb o'ylashi mumkin. Lekin keyin bitim bekor bo'lsa, hujjatda ko'rsatilgan summa bo'yicha talab qilish xavfi paydo bo'ladi. Masalan, real hayotda $70,000 bergan odam shartnomada 3,000 million so'm ko'rsatilgan bo'lsa,
muammo chiqqanda aynan hujjatdagi summa asosiy dalilga aylanishi mumkin. Shuning uchun men har doim shaffof bitim tarafdoriman. Bugun o'zgina tejayman deb ertaga katta puldan ayrilib qolish mumkin. 6-tuzoq. Ipoteka va garovdagi kvartira. Agar kvartira bank garovida bo'lsa, uni sotish, hadya qilish, qayta rasmiylashtirish bo'yicha cheklovlar bo'lishi mumkin. Ba'zan odamlar garovdagi uyda yashab turib, bu baribir meniki deb o'ylaydi. Ha, siz mulkdor bo'lishingiz mumkin, lekin bankning ham huquqi bor. Kredit to'lanmasa, ijro jarayoni boshlanish ehtimoli bor. Ipoteka olgan odamlar to'lov jadvalini, sug'urta shartlarini, kechikish jarimalarini va muddatdan oldin yopish tartibini aniq bilish kerak. 7-tuzoq. Soliq va ijara daromadi. Agar siz kvartirani ijaraga bersangiz, daromad olasiz. Daromad bor joyda soliq majburiyati ham paydo bo'lishi mumkin. Ayrimlar men bitta kvartirani berdim, hech kim bilmaydi deb o'ylaydi. Lekin qo'shnilar shikoyati, ijarachi bilan nizo, kommunal hisoblar, elektron to'lov orqali bu masala yuzaga chiqishi mumkin. Rasmiy shartnoma va soliqni to'g'ri yuritish sizni jarima va kelajakdagi tortishuvlardan himoya qiladi. Endi siz aniq nima qilishingiz kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, kvartirangiz hujjatlarini bir joyga yig'ing. Sizda oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi yoki boshqa asos hujjati bo'lishi kerak. Kadastr hujjati davlat ro'yxatidan o'tganligi haqidagi ma'lumot, texnik reja, agar ipoteka bo'lsa bank shartnomasida. Agar sud qarori bo'lgan bo'lsa, uning nusxasi ham alohida saqlansin. Hujjatlar telefon rasmlarida emas, tartibli papkada bo'lsin. Elektron nusxasini ham saqlab qo'ying. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Mulk egasi kim ko'rsatilgan, maydoni qancha, xonalar soni, manzil to'g'rimi, taqiq yoki cheklov yo'qmi, garov qayd etilganmi, shularni aniqlang. Agar biror raqam yoki manzil xato bo'lsa, mayli, hech narsa qilmaydi demang. Bugun kichik xato bo'lib ko'ringan narsa ertaga notariusda bitim to'xtashiga sabab bo'lishi mumkin. 3-qadam, propiskada kimlar turganini aniqlang. Buni tegishli davlat xizmatlari yoki vakolatli organlar orqali tekshirish mumkin. Agar siz bilmagan odam ro'yxatda turgan bo'lsa, darhol vaziyatni aniqlang. U kim, qachon ro'yxatga qo'yilgan, hozir qayerda? Rozilik bilan chiqadimi yoki qonuniy tartib kerakmi? Ayniqsa kvartira sotishdan oldin buni oxirgi haftaga qoldirmang. Chunki xaridor topilgandan keyin propiska muammosi chiqsa, bitim buzilishi mumkin. 4-qadam. Kommunal xizmatlar bo'yicha nol qarzdorlikka erishing. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv, issiqlik, chiqindi, lift, boshqaruv tashkiloti yoki shirkat badallari bo'yicha qarz yo'qligini tekshiring. Agar qarz bo'lsa, to'lang va kvitansiyalarni saqlang. Agar qarz sizniki emas, eski egadan qolgan deb hisoblasangiz, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma murojaat qiling, oldi-sotdi sanasini ko'rsating, shartnoma nusxasini ilova qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 5-qadam. Agar kvartirani ijaraga berayotgan bo'lsangiz, yozma shartnoma tuzing. Shartnomada ijarachining pasport ma'lumotlari, ijara muddati, oylik to'lov summasi, to'lov sanasi. Kommunal xarajatlarni kim to'lashi, depozit miqdori, uy jihozlari ro'yxati, zarar yetkazilganda qoplash tartibi, shartnomani bekor qilish tartibi aniq yozilsin. Kvartirani topshirayotganda dalolatnoma tuzing. Televizor bor, sovutgich bor, kir yuvish mashinasi bor, devor holati, eshik, deraza, mebel holati qayd etilsin. Bu oddiy ko'rinsa ham nizo chiqqanda eng kuchli dalil bo'ladi. 6-qadam, oilaviy rozilik masalasini tekshiring. Agar kvartira nikoh davrida olingan bo'lsa, uni sotish, hadya qilish yoki boshqa muhim bitimlarda turmush o'rtog'ining roziligi talab qilinishi mumkin. Biz ajrashganmiz degan holatda ham. Mulk qachon olingani va bo'linish masalasi qanday hal qilingani muhim. Agar ajrashgan bo'lsangiz, mol-mulk bo'linmagan bo'lsa, buni keyinga qoldirmang. Huquqiy maslahat oling, kelishuv yoki sud orqali aniqlik kiriting. 7-qadam, meros masalasini cho'zmang. Agar sizga kvartira ota-onadan yoki boshqa qarindoshdan qolgan bo'lsa, belgilangan tartibda notariusga murojaat qiling. Merosxo'rlar kimligini aniqlang. Agar kimdir urushdan voz kechsa, buni og'zaki emas, rasmiy tarzda bajarsin. Akam rozi, ukam rozi, hammamiz bilamiz degan gap kelajakda yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa meros mulkini sotishdan oldin barcha hujjatlar to'liq bo'lishi shart. 8-qadam. Qayta qurish bo'lsa, uni tekshiring. Agar siz kvartirada devor buzgan, balkon qo'shgan, oshxona yoki sanuzel joyini o'zgartirgan bo'lsangiz,
Bu o'zgarishlar texnik hujjatlarda aks etganmi? Qonuniylashtirish kerakmi? Mutaxassisdan so'rang. Qo'shni menga zarar yetdi deb shikoyat qilsa yoki bino boshqaruvi tekshirsa, oddiy ta'mir katta muammoga aylanmasin. 9-qadam. Kvartira sotib olayotgan bo'lsangiz, faqat sotuvchining gapiga ishonmang. Hujjatlarni ko'ring, kadastrni tekshiring, propiskadagi shaxslarni aniqlang, kommunal qarzlar bo'yicha ma'lumot oling, nikoh holatini so'rang. Agar sotuvchi vakil orqali harakat qilayotgan bo'lsa, ishonchnomani juda sinchiklab tekshiring. Pulni berish tartibini xavfsiz qiling. Avans bersangiz, albatta yozma kelishuv qiling. Unda summa, muddat, taraflar majburiyati. Bitim bo'lmasa pul qaytarilishi yoki ushlab qolinishi aniq yozilsin. 10-qadam. Har qanday muammoni da yozma murojaat bilan hal qiling. Kommunal tashkilotga borsangiz, ariza yozing. Kadastrda xato bo'lsa, rasmiy murojaat qiling. Boshqaruv tashkiloti bilan nizo bo'lsa, dalillarni saqlang. Telefon orqali gaplashish, koridorda kelishish, aka, hal qilib beramiz degan va'dalar keyin isbot bo'lmaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Kimda hujjat, kvitansiya, ariza nusxasi, javob xati bo'lsa, o'sha odamning pozitsiyasi kuchli bo'ladi. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman, lekin haqiqatni aytishim kerak. Kvartira odatda odamning eng katta mulki. Kimdir 15 yil ishlab uy oladi. Kimdir ipotekani 20 yil to'laydi. Kimdir ota-onasidan qolgan yagona boshpanaga suyanadi. Shunday katta mulkka beparvo qarash mumkin emas. Bir kun vaqt ajratib hujjatlarni tekshirish, qarzlarni solishtirish, propiskani aniqlash, shartnomalarni tartibga keltirish sizning yillar davom etadigan sud, qarindoshlar bilan janjal, xaridor bilan tortishuv yoki katta moliyaviy zarardan saqlashi mumkin. Agar siz hozir menda hammasi joyida bo'lsa kerak deb o'ylayotgan bo'lsangiz, aynan shu fikr xavfli. Bo'lsa kerak emas, aniq bilish kerak. Mulk masalasida taxmin bilan yashalmaydi. Bugun telefon qilib yoki davlat xizmatlari orqali tekshirib qo'yish mumkin bo'lgan narsani ertaga sud orqali isbotlashga to'g'ri kelmasin. Demak, kvartiraga egalik qilish faqat kalit qo'lingizda bo'lishi yoki kadastrda ismingiz yozilishi bilan tugamaydi. Siz hujjatlar, propiska, kommunal qarzlar, ijara, soliq, oilaviy rozilik, meros va qayta qurish masalalarini nazorat qilishingiz kerak. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l shuki, hujjatlaringizni yig'ing, kadastrni tekshiring, qarzdorlikni yoping, propiskadagi shaxslarni aniqlang. Ijara bo'lsa shartnoma qiling va shubhali holatda mutaxassisdan maslahat oling. Agar sizning kvartirangiz bilan bog'liq shunday muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa oladi. Videoga like bosing, chunki bu ma'lumot ko'proq odamga yetib borishi kerak. Kanalga obuna bo'ling. Men sizga uy-joy, hujjatlar, kredit, soliq va kundalik hayotda kerak bo'ladigan muhim huquqiy masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman.